Bismillahirrohmanirrohim. Azon loyihalari bilan bog'liq holat yuzasidan bayonot. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrli yurtdoshlar. Bugun biz Azon Global jamoasi muhim bir bayonot bilan huzuringizdamiz. Xabaringiz bor, Azon loyihalari asoschisi, taniqli ulamo ustoz Mubashshir Ahmad hozirda sud hukmi bilan hibsda saqlanmoqdalar. Bu ishni boshidan beri kuzatib turganingiz uchun tafsilotlarga to'xtalmoqchi emasmiz. Bu hukmning adolatli yoki adolatsiz ekani haqida ham bahs yuritmaymiz. Zotan bo'lib o'tgan jarayonni xalq va xoliq kuzatib turdi. Haqiqiy hukmni mutlaq hokim zotga havola qilamiz. Tarix bu borada ham o'z so'zini aytishiga ishonamiz. Shu o'rinda ustozni Turkiyadan olib kelinib, sud hukmi o'qilguniga qadar u zotning salomatliklari, taqdirlari haqida qayg'urib, tashvish va tasallilar izhor qilib, duolar bilan qo'llab turganingiz uchun siz azizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Va albatta, Mubashshir Ahmaddek ulamoning qamalib ketmasligi uchun jon kuydirgan, yelib yugurgan, har turli dastak bergan, bor imkonini safarbar etgan, ustozning himoyalarida butun bilim va salohiyatini ishga solgan azizlarimizga tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Alloh barchalarining ajrlarini bekamko'z qilib ato etsin. Bundan tashqari, yodingizda bo'lsa, sud hukmi bilan Azon Global muqobil axborot tahliliy kanali faoliyati to'xtatilib, bloklanishi belgilangandi. Bilasiz, sud O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm qiladi. Shuning uchun biz Azon Global media jamoasi jamiyatimizda qonun ustuvorligini ta'minlashda o'z hissamizni qo'shish, qonunga hurmat va itoat yuzasidan barcha media faoliyatimizni to'xtatishga qaror qildik. Bu og'ir, ammo mas'uliyatli qaror bizning vijdonimiz, ustozimizga bo'lgan hurmat va jamiyatimizga bo'lgan sadoqatimiz asosida qabul qilindi. Zero ustozimizning ham pozitsiyalari har doim shunday bo'lgan. U kishi hech qachon davlatga qarshi chiqmaganlar. Aksincha, doimo davlat va jamiyat o'rtasida ma'naviy ko'prik bo'lishga intilganlar. Ikkinchi ma'muriyatning dastlabki epkinlarida yuzaga kelgan azonning qisqa ammo sermazmun tarixiga nazar solar ekanmiz, shuni ishonch bilan ta'kidlay olamizki, Allohga hamdlar bo'lsin, azon loyihasi o'z faoliyati davomida minglab yurtdoshlarimizga baholi qudrat, ilm, ma'rifat va ruhiy madad ulashdi. Yurt ichida va tashida bo'layotgan voqea hodisalarga musulmon nuqtai nazardan qarash va sharhlash tajribasi, ko'nikmasi hosil bo'lishiga ko'maklashdi. Siyosatga musulmonlar ham aralashishi shart va zarur ekanini ko'rsatib berdi. Bugun biz sukutni tanladik. Bu sukut norozilik alomati emas, balki sabr, mulohaza va qonunlarga bo'lgan hurmat hamda bugunning taqozosidir. Erta bir kun vaziyat qanday bo'ladi? Buni Alloh taoloning o'zi biladi. Bizni hozirgacha kuzatib, qo'llab kelayotgan muxlislarimizdan, barcha yurtdoshlarimizdan bu holatni to'g'ri tushunishni, ijobiy qabul qilishni so'raymiz. Duolaringizda ustoz Mubashshir Ahmad va azon loyihasini avval boshdan to hozirgacha moddiy ma'naviy qo'llab turgan, kamarbasta bo'lgan barchani eslab turing. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.